Qallop, arendator. Biza bor mashina ekan, shuni oldim. Ustoz, bu Cobalt bitta ag'darni salto o'qigan ekan o'zi ham. Qoravoy, rimliklarning bir gapi bor. Qop-qora jentira haydab, qiziliga yoqqandan ko'ra, dumalagan Cobalt haydab, oila boqqan yaxshi. Bu Cobaltni kimga o'tkazamiz? Hech kim arendaga mashina olmayapti. Yandex yaxshi pul bermayapti-ku. Bir ishdan bo'shagan bir darmay chiqib qolar, shularga o'tkazib yuboramiz. Ishlamayman o'sha ishlaringda ya. Bo'lkan, ishdan bo'shadingmi? Ha. O'z sanbob zo'r ish bor. Nima ish qilish kerak? Mana masli Cobalt bor. 4 yil 500 dollardan to'lasang bo'ldi. Nima ish qilaman bunda? Taksichilik qilsa, bolachi Yandexda kuniga 8 ming, 1 millionni smelik qayrib olib kelib ketishyapti. Ya, Yandex qilmayman. Qadimgi payaklarning bir gapi bor. Taksichilik bu boylik kaliti, ishsizlik bu qashshoqlik zanjiri. Olaman. Mashinani javob berdimi? Ha, shu odam. O'g'lim bo'lmish o'lib ketdi, ertalabdan kechgacha san uchun ishlayapti, qiynalib ketdi. Yumaloyman chiqib ketdi. Boboy, shoshmang. Rimliklarning bir gapi. Rimliklarning gapiga ham, ag'darilib ketgan Cobaltga ham. Nimaga odamlar meni tushunmaydi ya? Baribir pul yig'ib naqdga mashina ola olmaydi-ku. Men ularga yaxshi bo'lsin deyman. Meni mashinam arendaga olib oila boqsin deyman. Bo'ldi. Endi o'zgaraman. Ustozim qallobchilikni yig'ishtirdilar, yaxshi yo'lga qaytdilar. Onani biti ustozim. Yil arenda pulini to'ladim, 3-yil to'la olmayman, shapkani qaytarib bering. Yaxshi. Rostdan pul yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa 1 yil arenda puldan kechsin. Shu mashina senga maza qilib haydaykan. Rostdanmi? Men nonga o'tkazib berasizmi? Menga qara, ola xotiraymi-la? Tirik. Mana 500 dollar. Borginda mehmon qilgan, duolarni olgin, tushundingmi? Nahotki ustoz, nahotki yaxshi yo'lga qaytdingiz, o'zgardingiz. Alo, 102 millisami bu? Va mashinamni o'g'irlab ketdi uyimda. Qop-qora jentiraydi. Pilgrami? Ichida 500 dollar naqd pulim bor edi. Uzoqqa ketgani shu qo'ylar atrofda bo'lishi kerak. Shu o'g'rivachchani ushlab beringlar menga, rahmat. Ya ustoz, men siz o'zgardingiz deb o'yladim-ku. Qoravoy, odamlar yaxshilik tushunmasa ekan. Rimliklar o'zi to'ppa-to'g'ri aytgan ekan. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar. Arendatorga ishonsang, pachag'ing chiqar. Iplasizda. Mana onasi toza lahim go'sht. Kilosini 165 ming so'mdan olib. O'zi bo'lgan, yo buni olishni. Mayli adajoncha, siz kirib damingiz oling. Men ungacha sergo'sht qilib mantiqib qo'yaman. Nafsing tiqilgur. Bir kunga tugatmalaring buni. Silgu chiqib qo'y. Xo'p. Adasi, ertaga onamlar kelmoqchi ekanlar. Bir passetdingmi onangga erim uyga go'sht olib keldilar. Hamma qandoshing chaqirganda go'sht yeb bitalar, yo'qmi? Unda nima qiling? Undan ko'rasa onang kelmasdan oldin sen o'zing uyingga borgin, ha? Somsa qilib olaman. Charchqaning qil. Adajon, kechki nima ovqat qiling? Bugun bir go'sht qovuring, bir mazza qilib yeylik. Xo'p bo'ladi. Ana, mana ma'lumotni qarang. Olimlarning yozishicha, ko'p go'sht yeyish inson sog'lig'iga zarar ekan. Menga nima aloqasi bor? Endi bular bir nimani bilmasa yozmasa kerak-da. Sog'liq o'zingizga kerak. Xolisiz go'sht yeng, xolisiz yemang. Ishtahani ham o'ldirding. Keling, tuxum qovurib oling. Mana yoshna qab tur otam. Anasi nima bo'ldi? Otgan go'shtimni har bitta ovqatga mo'ljallab kesib qo'ydingmi? Ha. Muzxonaga soldingmi? Ha, marzuka solib qo'ydim. Tuzchi sepdingmi? Voy, shu adas esimdan chiqib qoldi. Aytman nimaga dedim? Ko'nglim g'ashib. Xotin bunaqa deb bo'lmaydi-da. Go'sht aynib qoladi-ku. O'zi bo'lmayapti, olib kelishi go'sht ko'rmasak-ku. Bor sepib qo'y. Hozir adasi, hozir. Ana onasi, bu oy ham ro'zg'orligini qilib oldik. Ha. Bitta narsa esdan chiqibdi-ku. Nima adasi? Go'sht olmamiz-ku. Shundoq chiqib kela olyaman. Yo'q, adasi joyida turing. Bolalaringiz bilan go'sht yemaymiz. Tavba qilganman, tavba. Salla go'shtga to'ydilar. Yig'laman muhabbat, yig'laman,